Nihoyat Minecraft filmi katta ekranlarga chiqdi. Filmdan hamma shokda, natijalar aql bovar qilmas darajada. Xo'sh, film rostdan ham bu natijalarga arziydimi? Nima sababdan bunaqa natijalarga erishyapti? Xullas, film haqida fikrlarim bilan ushbu videoda gaplashamiz. Demak, boshladik. O'yin chiqqaniga ko'p bo'lganga qaramay, hozirgi kungacha Minecraft hali aktual. Minecraft haqida videolar millionlab prosmotrlar olmoqda. O'yinning asosiy auditoriyasi yosh bolalar. Shuning uchun ham bu filmga katta ta'sir o'tkazdi. O'yin bilan bir nechta avlod katta bo'ldi. Shuning uchun ham bu xuddi Super Mario'ga o'xshab hammaga tanish bo'lgan nom. Film naqd 11 yil deganda chiqdi. Bu payt oralig'ida ssenariy bir necha marta o'zgartirildi. Rejissyor ham bir necha marta o'zgardi. Aktyorlar guruhi ham qayta o'zgartirilaverdi. Ammo shunday bo'lsa-da, film aka-uka Mario'larni ortda qoldirib, rekordni yangiladi. Film birinchi haftaning o'zidayoq 300 million dollar kassa yig'di. Byudjet esa 150 million dollar. Bunday byudjetli film uchun bu yaxshi natija. Film premyerasi endigina boshlangandi, ammo u allaqachon o'z byudjetini qoplashga ulgurdi. Hozirgi paytgacha esa film 344 million dollar kassa yig'di. Bunga sabab Minecraftning butun dunyo bo'ylab global mashhurligi, yulduzli aktyorlar, oilaviy ko'rsa bo'ladigan PJ reytingi, McDonald's va Oreo bilan marketing hamkorligi va Kitchen Jackie'ning internetda mashhur bo'lib ketgani sabab bo'ldi. Ammo filmda o'ziga yarasha kamchiliklar bor. Ssenariy sayoz va grafikada ham kamchiliklar bor. Yashil font shundoq bilinib qolgan. Film asosan yosh bolalar uchun suratga olingan. Shuning uchun ham undagi voqealar asosan yosh auditoriya uchun o'ylab topilgan. O'yinning mashhur personajlari filmda yaxshi ochib berilgan, ammo o'yinning hamma elementlari ham filmda ko'rsatilmadi. Ba'zi tanqidchilar filmning syujeti soddaligi va oldindan aytib bo'ladiganligi haqida fikr bildirishgan. Ba'zi tomoshabinlar esa filmda kutilgan darajada kulgili sahnalar yo'qligini ta'kidlashgan. Tanqidchilarning fikrlari esa aralash bo'lib, Rotten Tomatoes'da 49% reytingga ega. Ba'zilar filmni g'alati, ammo qiziqarli deb baholagan bo'lsa, boshqalar uni oddiy va ilhomlantirilmaydigan deb atashgan. Film premyerasidan so'ng Chicken Jackie sahnasi ijtimoiy tarmoqlarda virusli bo'lib, kinoteatrlarda tartibsizlikka olib keldi. Ba'zi kinoteatrlar esa yosh tomoshabinlarga filmni yolg'iz tomosha qilishni taqiqladi. Xullas, film yomon emas. Film natijalarini kutib qolamiz. Allaqachon filmning ikkinchi qismi suratga olinishi haqida xabar berildi. Xo'sh, film haqida fikrlaringiz qanday? Buni albatta kommentariyaga yozib qoldiring. Aytgancha, hoziroq mening Telegram kanalimga obuna bo'ling. Eng so'nggi kino yangiliklarini o'tkazib yubormaslik uchun. Keyingi videolarda uchrashguncha do'stlar.